joylarda olib ancha sportli. Assalomu alaykum. Mana bugun 17-aprel 2025-yil Biznesni rivojlantirish bankiga Yangiyo'l tumanidan biriktirilgan bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida mana Epkendi mahallasida ukrop ekilgan 20 gektar yerga 57 ta fuqaroga ajratib bo'lib berilgan. Kooperatsiya asosida ularga bu ukrop va kashnich ekilgan. Bu yerda mana bugungi kunda ko'rib turibmizki, ukroplar juda ham yaxshi rivojlangan, ancha katta bo'lib qolgan. Bu yerda mana shu aholidan, mahalladan jalb qilingan yollanma ishchilik asosida ayollar o'toq ishlariga jalb qilingan. Demak, o'sha dehqonlarning aytishi bo'yicha bugungi kundagi 17-aprel holatiga bu ukropni bugungi kundagi o'sishi rivojlanishi juda ham yaxshi ko'rsatkichlarda. Dehqonlar bu yilgi hosildan juda ham yaxshi umidvor bo'lib turishibdi, chunki bu ob-havo ekigin bugungi kundagi holati. Уже yana bir oy muddatda уже tayyor bo'lib, уже eksportga chiqarishga tayyor bo'ladi. Xirmonga baraka, omadinglarni bersin. Mana shunaqa gap edi.